Ma'lumki, baxshichilik ming yilliklar bilan yuzlashgan xalqona va boqiy san'at. Yurtimizda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish yo'lga qo'yilgan. 2 yilda bir marta o'tkaziladigan ushbu xalqaro baxshichilik festivali san'at rivojiga dunyo xalqlari e'tiborini qaratdi. Shuningdek, dostonchilik san'atini asrab-avaylash va keng targ'ib qilish, turli xalqlar o'rtasida do'stlik va ijodiy hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Xivada navbatdagi 4-xalqaro baxshichilik san'ati festivaliga start berildi. Muxbirimiz Sevara Rahmagullayeva festivalning ochilish marosimidan xabar qiladi. Baxshichilik ming yilliklar bilan yuzlashgan boqiy san'at. 4-xalqaro baxshichilik san'ati festivali esa aynan ushbu milliy madaniyatimizni rivojlantirishga qaratilgan. Ko'hnazm Xivada o'tkazilayotgan xalqaro festival 2-Turkiy dunyo madaniyati forumi hamda Yangi O'zbekistonda baxshichilik san'ati, zamonaviy tadqiqotlar va istiqbollar mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman bilan o'z ishini boshladi. Bu san'at ümumiyyətlə daha eski zamanlardan, daha qədim zamanlardan bugüne kimi çatmış ve biz tərəfdən də bu gələcək nəsillərə ötürülür. Biz Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi olaraq Özbəkistanda bu kimi ortaq dəyərlərin formalaşmasında və gələcək perspektivlərinin müəyyən olunmasında da öz rolumuzu oynayırıq və bilirsiniz ki, bizdə Azərbaycanla Özbəkistan arasında tək baxşı sənəti deyil, aşıq sənəti deyil və bir çox bizim mədəni əlaqələrimiz vardır ki, ortaq dəyərlərimiz vardır ki, bunların da formalaşması və gələcək perspektivlərin müəyyən olunmasında biz birgə həmkarlıqda layihələrimizi icra edəmiz. Festivalning tantanali rasmiy ochilish marosimi avvalida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 4-xalqaro baxshichilik san'ati festivali ishtirokchilariga bayram tabrigi o'qib eshittirildi. Bugungi san'at bayramida ishtirok etayotgan nufuzli xalqaro tashkilotlar va qardosh mamlakatlar vakillariga, dunyoning 40 dan ziyod mamlakatidan kelgan xalq ijodiyoti namoyandalari, atoqli madaniyat va san'at albablariga samimiy tashakkurim, yuksak hurmatim va ezgu tilaklarimni bildiraman. Saxovatli O'zbekiston zaminiga, ko'hna Xorazm diyoriga xush kelibsiz. Shundan so'ng ochilish tadbirining madaniy qismi yig'ilganlar e'tiboriga havola etildi. Bugün Xalqaro baxshichilik festivali bo'lib o'tyapti 4-chi. Bundan biz juda xursandmiz. Qancha shogirdlarimiz, qancha ustozlarimiz birga kelib mana shunda ishtirok etib turibmiz. Mana shu baxshilar uyushmasi, bizlarning madaniyat vazirlarimizga mingdan ming rahmat. Baxshining nolishi, terma va dostonlarning mazmuni qalbimizga xotirjamlik, kayfiyatimizga yuqori kayfiyat ulashadi. 4-xalqaro baxshichilik festivalining ochilish marosimi ham o'z o'rnida ishtirokchilarga yuqori kayfiyat, jo'shqinlik baxsh etmoqda. Festivalda dunyoning 40 dan ortiq davlatlaridan 200 nafarga yaqin vakillari ishtirok etishmoqda. Do'mbiraning jarangdor tovushi, uning torlaridan taralayotgan sehrli kuy, baxshilarning shirali ovozlari ishtirokchilar qalbini beixtiyor to'lqinlantirdi. Musaffo osmon uzra namoyon bo'lgan mushaklar esa barcha qalblarni junbushga keltirdi.